Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sin harfi. Sin degani arab tilida o'zi tishda aytadi, sin. Sin. Mana tishga o'xshaydi-da mana bu. Tishlarga o'xshagan uchun esda qolishi uchun sin harfi. Sinnun degan tish degani-da o'zi. Nuqtasi bo'lmasa sin. 3 ta nuqtasi bo'lsa tepada shin. 4 ta nuqtasi bo'lsa 4 ta nuqtali harf yo'q. Harf yo'q-ku. Xo'p. Boshida kelishi, o'rtasida va oxirida. Buni nima deb o'qiymiz? Sa, si, su. As, As, bas, bas, sam, sam, sir, sir, sin, sin, sil, sil, sillmi yo silmi? sil. Qalqala qilmasdan. Ha. Safar, Safar, saqor, saqor, o'zi shu harakat qilib shuni. saboq, Sabaq, saboq, ba a bo'ladi. Saboq bo'lmaydi. sabaq, Sabaq. sabaq, Salaf, salaf, samak, samak. samak baliq degan. Samak baliq? Baliq turmi yo baliq degan? Baliq degan. Samak. Samak. Faras, Faros, 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 faros ot degan. ot, Maslak, maslak. maslak nima degan? O'zbek tilida ham Maslak, maslak ishda. ish yoki yo'l. Kasb. Tutilgan yo'l degan. Maskan, Maskan, muslim, 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 musrif, musrif, sim, sim, Simsim. simsim. Simsim ochil deydi-yu. Simsim kunjut simsim deyiladi. Kunjut? Ha. Aslam, Aslam, yo'q. aslama, Aslama. aslama, Yuslimu, yuslimu, istaysara. istaysara, O'zi o'qishga harakat qiling-chi. yastaysiru, yastaysiru, Yastaysiru. yastaysiru. Yana bir marta qaytarib olamiz. Bismillah. Sa, si, su. As, As, bas, bas, sam, sam, bas, 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 sam, sam, sir, sir, sin, sin, sil, sil, safar, safar, saqor. saqor, Saqarmi, saqormi? saqor bo'ladi. Qof, Chunki qof yo'g'on o'qiladigan harflardan saqor bo'ladi. saqor bo'ladi. Sabaq, Sabaq, saboq bo'lmaydi, sabaq. sabaq bo'ladi. Ta'limda bizdagi saboq. Sabaqa degan oldinga o'tib ketdi degani. Shuning uchun musobaqa degan so'z sabaqa degan so'zdan olingan. Musobaqa, ha. O'zish sabaqa degani o'tib ketdi degani. Hmm. Hop. Salaf, Salaf, samak, samak, faros, faros, maslak, maslak, maskan, maskan, muslim, muslim, musrif, musrif, simsim, simsim, aslama, aslama, yuslimu, yuslimu, istaysara, istaysara, yastaysiru. yastaysiru. Xo'p, demak, bir betda kelgan 3 ta harf. Uchovi ham s. Faqat bir-biridan ozgina farqi bor. Xo'p, demak bu sin dedik. Sinning ma'nosi nima edi? Sinni ma'nosi sin, tishda. Tish degani. Tishga o'xshaydi bu. Esda qolish. Tishga o'xshab ketadi. Ikkinchisi sa, chuchuk sa. Mana bu yerda ishora qilingan. Ikkita oldingi tishni o'rtasidan chiqadi. Yosh bola gapira olmay qoladi-ku. Sa, 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 sa. sa, Oddiy sa. sa. Sa harfi o'zbek tilida bunga o'xshash tovush yo'q. Bu tovush til uchi oldingi tishlar qirrasiga tegish bilan talaffuz etiladi. Sa. Sa. Xo'p, demak, o'qish davomida balki yana hozir mashq qilamiz. Boshida, o'rtasida, oxirida. Endi sizga savol. Demak, 3 ta tepasida nuqtasi bo'lsa, Sa bo'lar ekan. pastda bitta bo'lsa, Ba bo'ladi. ustida bitta bo'lsa, Nun bo'ladi. pastda ikkita bo'lsa, Bunaqa harf yo'q. voy. Pastda ikkita harf nuqtasi bor. Ha. Ha, ya bo'ladi. Ha. Pastda 3 ta bo'lsa, Pastda 3 ta bo'lsa? Yo'q, o'tdimi shunaqa harf pastdagi 3 ta harf? Yo'q, a? Chalg'ityapti ustoz. bormi? Bor.
Eski Bormi? o'zbek yozuvida bor. P harfi. P? Arab tilida yo'q. Arab tilida yo'q P. Eski o'zbek tilida, ya'ni o'zbek yozuvida P harfini pastda 3 ta nuqtasi bo'ladi. P bo'ladi o'sha. Ikkita bo'lsa ya bo'ladi. Tepasida ikkita bo'lsa ta bo'ladi. Nuqtalar haqida alohida bir darsda o'tarmiz inshaalloh. Yoki dars asnosida bir tushuntirish berib o'tamiz nuqtalar haqida. Xo'p, bu As. 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 S bilan S ni farqi bor. S dan ko'ra jarangliroq chiqadi. S bo'lib. Bu yaltiramaydigan rang bo'ladi. Bu yaltirab turgan rang, bu yaltiramaydigan rangga o'xshagan. Bu S bo'lsa S. 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 Ana zo'r chiqdi, ana. Zo'r. Qani yana bitta. S. Sa, fi, su. Sa, si, su. Ana bo'ldi. As, As. bas, Bas. sib, Sib. sib, Sib. sam, Sam. sin, Sin. samar, Samar. saman, Saman. sauru, Sauru. saubu, Saubu. saibu, Saibu. mislu, Mislu. muslu, Muslu. masal. Masal. Aha. Harflar bitta o'qib bering. Kaf. Mhm. Fatha. Vav. Mhm. Sukun. Fa. Fatha. Ra. Sukun. Mhm. Nima bo'ldi? Kavsar. Kavsar, Kavsar. 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 Suvni nomi. Mhm. Kavsar qiyomat kunida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga beriladigan hovuzni ismi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, Kavsar suvidan bir marta tadigan inson umuman chanqamaydi deganlar. Va uning qadahlarini soni osmondagi yulduzlar kabidir deganlar. Yulduzlar sanoqli yo'q-ku. Kavsar hovuzini qadahlari, ya'ni olib ichadigan idishlari osmondagi yulduzlar kabidir deganlar. Duo qilinadi Rasulullohning qo'llaridan ichish nasib qilsin deb Kavsar suvini. Lekin oson emas. Rasulullohning sunnatini qilmagan odam, yo'llardan yurmagan odam aytganda xomtama bo'lmaslik kerak. Shunaqa. Aksaro, Aksaro. yuksiru, Yuksiru. yuksiru, Yuksiru. mhm. Asbata, Asbata. asbata, Asbata. mhm. Yusbitu, Yusbitu. istakthara. Istaksaro. S bilan S bitta kalimada keldi. Sal qiyinroq bo'lishi mumkin, lekin harakat qilsa osonlashadi. Istakthara, Istaksaro. yastakthiru. Yastaksiru. Birinchisi S. Yastakthiru. Yastaksiru. Yana bitta. Yastaksiru. Mashalloh. Istathqala. Istasqola. Muallif ataylab shunaqa kalimadan keltirgan. S bilan S ni bitta kalimada bo'lganida bu, ya'ni farqini bilishlik uchun. Istathqala. Istasqola. Ha. Yastathqilu. Yastasqilu. Yastathqilu. Yastasqilu. Yastathqilu. Yastasqilu. Aha. Endi qarang, shuni bir xil qilib o'qib yuborsa nima bo'ladi? Kalima o'zgaradimi? Nima uchun bo'lmasam keltirilgan bu harfda? Ikkovini bir xil qilib o'qitiladigan bo'lsa. S bilan S ni bo'lmasam hojat yo'q edi. S ga yoki S ga hojat yo'q edi. S umuman kerak emas edi. Agar ma'nosi albatta o'zgarib ketadi bunda. Samar, Samar. samar, Samar. samar. Ha. Sabtu, Sabtu. 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 Sabtu degani shanba kuni degani. Sabt deb turib shanbani aytiladi. Sabtu degani bir narsani sobit bo'lishi degani. Sobit qolishi degani. S bilan S ni farqi o'zi o'zgarib ketadi. S. Xo'p. Ha? Salsu, Salsu. 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 Xo'p, bitta o'qiylik-da shuni. Samar, Samar. 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 Sabtu, Sabtu. 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 Salsu, Salsu. 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 Bitta qaytaramiz boshidan. Sa harfi bu. Sa. Qanaqa? Sa. Sa. Sa, fi, su. Sa. Si. Su. As, As. bas, Bas. sib, Sib. tham, Sam. fin, Sin.
Samar, samar, saman, saman, savru, savru, savbu, savbu, saybu, saybu, mithlu, mithlu, muthlu, muslu, مثل, masal, كوثر, kawsar, كوثر, kawsar, أكثر, aksara, يكثر, yuksiru, أثبت, asbata, يثبت, yusbitu, استكثر, istakthara, يستكثر, yastakthiru, يستكثر. yastaksiru, Birincisi oddiysi. Ha? yastaksiru, استثقل, istathqala, يستثقل. yastathqilu, ثمر, samar, samar, ثمر. samar, سبت, sabtu, شبت. sabtu. سبت. Chalg'itmay. ما شاء الله. سلسو, Salsu, ثلثو. falsu. mashalloh. Bitta mashq aytib o'tib ketsam, ustoz Shuhrat Qayumov Alloh rahmat qilsin. Shu kishi kelganlarida shu ba'zi bir tezaytishlarni o'rgatgandilar. Shu bilan ya'ni odam doim gapirar ekan, ba'zi bir harflarni talaffuz qilmasligi sababidan og'izda qotib qolar ekan ba'zi bir muskullar. Shularni ishlatish yo'lini o'rgatgandilar. Masalan, og'izga yong'oq qo'yib turib o'qishlik 10-15 daqiqa yoki 10 daqiqa bir kitobni ovoz chiqarib o'qish yoki no'xatlarni tepa past lunjiga terib turib o'qishlik harflarni yaxshi o'rnidan chiqarishga bir yordam bo'lar ekan. Shuni agar bir sinab ko'rilsa yaxshi bo'ladi. Nutq darslarida o'tilardi. Nutq darslarida o'tilardi shuni. Sod harfi. O'zbek tilida bunga o'xshash tovush yo'q. Sod fathali bo'lib kelganda So deb o'qiladi. Sod tovushi tilning uchi ikki pastki old tishning yuqori qismiga tegishi bilan talaffuz etiladi. Mana tilning uchi pastki tishni ustiga yopishtirib chiqarilsa, xuddi uchtay cho'gandek chiqadi. Sod bo'lib. Soddi. Sod. Soddi. Ya'ni til yuqorisi ham mana bu sal tarnoga o'xshagan holatda bo'ladi, sod bo'lib. Ya'ni tilni uchi pastki tishni uchiga yopishtirilsa chiqadi. S-da unchalik bo'lmaydi. Sodda bo'lsa, til pastga tushgandan keyin uchi atrof ko'tariladi, chekkasi. Shunga hushtakka o'xshab chiqadi, sod bo'lib. Soddi. Ha, sod. Soddi. Chiqadi inshaalloh, qarang. Demak, bu ham istilo harflaridan kiradi. Istilo harflar, ya'ni yo'g'on o'qiladigan harflarga kiradi. So, si, su. So, si, su. Tilni qani? Ha. Chiqarmang. Ha. Unda s bo'lib qoladi. So, si, su. Ha, tilni tashqariga chiqarilmaydi. Pastki tishga yopishib turadi uchi. So yoki tegib turadi yopish bo'lsa ham. So, si, su. Shunday cho'g'andi. So, si, su. Aha, qani ko'ramiz. As, As, sal jarangdor, ya'ni sod mana ikkovini qorishmasi. Tushundingiz? bundan pastda, bundan Bu tepada. s, bu s, bu so. So. As, As, sum, sum, sif, sif, fas, fos, sorof, sorof, sobar, sobar, basor, basor, qosob. qosob, Qo yo'g'on o'qiladigan harf, ham qalqala harfi. Sod yo'g'on o'qiladigan harf. Ba qalqala harf. Qosob. qosob, Nasoro. nasoro, Nasoro. nasoro, Yansuru. yansuru, Yansuru. yansuru, Istabsara. istabsoro, S bilan sod harfini farqi bunda. Istabsara. istabsoro, Yastabsiru. yastabsiru, Yastabsiru. yastabsiru, Sod siru. yastabsiru, Siru. Ha. Safar. safar, Safar. sofar, Safar oddiy safar. Safarga chiqish, yo'lga chiqish. Safar bo'lsa, safar oyi. Oyda Safar, ismi. oy. Safar. Ha. Ha. Sayfu. sayfu, Qilish degani. bajarish, Qarab turing. Soyfu. soyfu, Yoz degani bu. yoz,
Qilich yozga aylantirib yuborasiz. Sod yoki sin deyish bilan. Demak, bu sayfu, soyfu, Soyfu. intasaba, Intasaba. intasoba, In, intasoba. 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 Xo'p, boshdan bitta qaytaramizmi? So, si, su. Shuni talaffuzda sal qiynalyapman lekin. So, si, su. So, si, su. So, si, su. As. As. Tilni sal burishtirsangiz chiqadi. Sal bursangiz yoki eshitsangiz ozgina. As. Sum, Sum. sif, Sif. fas, Fas. sarof, Sorof. sobar, Sobar. basor, Basor. qosobi, Qosob. qosobi, Qosob. nasoro, Nasoro. yansuru, Yansuru. istabsara, Istabsaro. istabsara, Istabsaro. oddiy sa boshidagi. Istabsaro. Yastabsiru, Yastabsiru. safar, Safar. sofar, Sofar. sayfu, Sayfu. soyfu, Soyfu. intasaba, Intasaba. 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 Oddiy sa. Intasaba, Intasaba. intasoba. Intasoba. Shunday. Bo'lmasam, shu bilan tugatamiz. Tugatamiz. Bugun dars navbasiga yetdi bo'lsam. Rahmat ustoz. Sog' bo'lsin.